Devamını anlayışız vatandaşım. Bugün Çislak 2021 8. ayının 31. günü. Ana şundaq barlıq sahada, pul muamele sahasida, medeniyet soruları sahasida, siyaset sahası gibi həmmə yerde çoğunqor bir meydan özgürüş başlandı. Yaki yeni bir noktadan aytqanda çoğunqor inqilab başlandı. Maqala Abdurrahmandaq yazdı Li Guangmen. Kapital bazarı əmdi kapitalistlar bir keçide bay boladigan cennet emas. Çanınızma tügüdü. İslahat tügüdü. İslahatı çonqurlaştırış tügüdü. İslahatı medeniyetini davamlaştırış tügüdü. Demek dünyaya, G'arb dünyası, Amerika belge vədə islahat elip veriş, 40 yıldan biriki islahat elip veriş siyaseti tügüdü vatandaş. Şimdi de İslahat hem de kapitalistlar dedi. Bir keçide bay bulduğun cennet emez. Kapital bazarı kapitalistlar bir keçide bay bulduğun cennet emez. Medeniyet soruları çolpan ve yıldızlarının cenneti emez. Şur ahbarat vasıtaları ve cemaat fikri soruları hem de G'arb medeniyetiga çokunadığın pozisiya ve bazı emez. Hem de G'arb medeniyetiga çokunmayımız. Aşkar oldu bu. Endi hazır Amerika'nı mı közge ilmeyimiz degen məni keldi hem bu. Muş halga keltirdi, Amerika bayqılıp dollar hecdeydiğen muş halga keltirdi. Bugün Cungo Amerika bilen boğan münasibette Amerika bu devlette red kılıp atıdı o Cungo degen gep vatandaş. Emes. Pozisiya bazı emes. Bu bir meydan siyasi inqilab. Xalq yani purala qayt edin bu inqilabdan subjektiga aylandi. Yani bir noktadan aytqanda ommaviy diktatura, kollektiv diktatura medeniyet inqilabı degidek yana başlanadi o deganlikdir Xitoyda. Xalq nasas qilgan bu inqilab qarshi turg'uchilar tashlab etiladi, shallab etiladi. Cungo'dagi o'zgarishning haqiqiy ma'nosi nima? Diqqat vatandaş. Bu inqilab, bu o'zgarish nurg'un tartib selishlarga chetiladi. Tartibga selishga chetiladi. Jungo Kompartiyasi partiya maktabining sobiq professori Saysha Erkin Asiya radiosi Xitoy til programmasi mundaq dedi. Jungo Kompartiyasining bir alohidaligi bor. U bo'lsa-mu siyosiy tuzum yoki Kompartiyaning muhim rahbarlari mutlaq bir qiyin ahvolga qolganda cho'qim bir maydon siyosiy harakat boshlaydi. Bu endi tarixdan xulos chiqarib Xitoy Kompartiyasining an'anasi to'g'risi so'zlayotdi. Balki shundoq paytda zaman shuning elib kelgandi. Balki Jungo hukumati eng oxirgi qarshilikni ko'rsatib baqay degandi va yoki eng oxirgi sakrat davri kirgan xil ehtimollik dal hozir Jungolikning beshiga kelyapti deb vatandaş. Saysha mundaq hisobladi. Saysha degan Jungo partiya maktabining o'qituvchisi professori, u yaqinda qochib Amerikaga keldi, Amerika turib so'zlayotdi. Saysha mundaq hisobladi. Bu ichki tashqi jihatda besim bilan bo'g'ilib qolgan ahvol ostida Jungo Kompartiyasi rahbarlarining partiya va uning rahbarlik kegi markazlashgan jiddiy diqqatni, fuqarolarning diqqatini boshqa tarafga burib etib, hukmronlikni mustahkamlashga urinish qilganlikdir yoki urinimatganlikdir. Hamda bu hukm konrab ketgan gap davomli shundoq deydigan masala bundoq oddiy emas vatandoshim. Biz buning murakkabligini asta o'zining Jungo Kompartiyasining qilayotgan ishi orqali asta yechib chiqamiz vatandoshim. İki jihatdan qarasak 8-oyda yangi e'lon qilingan avvalgi fasllik yarim yillik 31 o'lka shahar moliyasini tekshirish faqat Shanxayda endi moliya rasxoti eshib qolgandan boshqa o'lka shaharlarda tamponglashtirish besimi moliyaga o'rlab ketdi. Demak, moliya qepinmadi, moliya g'ayr bir ahvolga tushib qoldi. Amerika Jungo savdo urushi boshlangandan beri Jungo iqtisodiy savdo tijorati diplomatik siyosatiga ko'rsatgan ta'siri uning ustiga butun dunyo hozir yuqumliq virusning mas'uliyatini Jungodan surishti qilayotgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Surishtirgan siri Jungo xalqining nomini iste'mol qilib, Jungo o'z xalqining nomini suiiste'mol qilib
Devlet kaşkısı iddiasını götürüp çıkıp, yani milletçilikni götürüp çıkıp, şovinizm ve milletçilikni kuturutup, chet elden nefretlerişini keltirip çıkarıp, özünü bu kadımki kıyınçılıktan kutuldurmakçı oldu. Mesele bunda addi emas. Bu Seyşah Hanım'dan davatkan söz evetemiz. Mesele bunda addi hükümü, özü kutuldur meselesi emas. Seyşah Hanım bundaq dedi. Men hazır 62-ci illardaki tarixdan qayta tekrarlanıvatqanlığını gördüm. Tarix tekrarlanıvat, hadis şeklinde görüşünüz mümkün Seyşah Hanım. 62-ci ildeki zaman makan bilen 2021-ci ildeki zaman makan tüptün oxşumaydı. Tarihi vakalar tekrarlandı degendim, onu şaraitin nazarıga tutup tahlil qilish lazım Seyşah Hanım. Medeniyet inqilabı davrida mavzudan nemişki siyasi hareket qo'zg'adi. Çünkü 3 yıllık afetning mas'uliyati mavzudanning beshiga keldi. 1962-yili o'tkazilgan 7000 kishilik partiya qurultayida birinchi oyda o'tkazilgan partiya qurultayida yuqori qatlamda shaxsiga cho'qinish gumron bo'ldi. Qiyinchilikdan qutulish uchun mavzudan 1964-yili butun mamlakatda yezilada sotsialistik o'zgartish tarbiyasi olib bordi. 1960-yili mavzudan madaniyat inqilobini boshladi. Madaniyat inqilobidan burun adabiyot, san'at sohasini tartibga solgan edi. Bu yerda gap maqsad nima? Tegi-tekdan olsangiz 9-qurultaycimi? Şu vaqtda 9-qurultay echilamdi, echilmamdi. Masalan 61-yili 9-qurultay echilamdi, echilmamdi. Munozara shu. Echiladigan bo'lsa mavzudan hokimiyati qilib qoldi. Pensiyaga chiqib ketdi. Saylan bo'ldigan bo'lsa Lishovchi saylan tahdid shu. Mavzuning qo'qib ketgani men madaniyat inqilobi sotsialistik tarbiya elib boraman deganda faqat bir yo'l qurultayni ochqizmaslik. Qurultay açsa mavzudan taxtdan tushib qoldi. Shunga qurultay etishdan vaqtini to'sish madaniyat inqilobini boshlash. Mana bu tarix.